Bugungi kunda nimaga sariqlikni, xoh u fiziologik bo'lsin, xoh u patologik bo'lsin, vaqtida davolashga chaqiramiz. Bu nafaqat mana tajribada juda ko'p kuzatiladi, bolalarda nogironlik. Hattoki fiziologik sariqlikni ham vaqtida masalan davolamaslik natijasida yoki vaqtida tez emizmaslik natijasida bolani vaqtida o'sha tezroq o'tib ketishiga yordam bermaslik natijasida juda ko'p bolalarda rahit, anemiya, oshqozon-ichak kasalliklari, bo'yni o'sishi, masalan vaqtida vazn qo'shmaslik kabi muammolarga ham sabab bo'ladi. Sababi jigar bilan muammo natijasida organizmda vitamin D so'rilishi buziladi. Vitamin D so'rilmagandan keyin kalsiy bilan muammolar bo'ladi va buni natijasida bizda suyak ko'magi bilan ham muammo bo'lishi natijasida o'sha qon gemoglobin bilan ham muammolar kelib chiqadi. Juda ko'p bolalarda o'sha tana vaznini yetishmasligi va bo'y uzunligi bilan ham muammolar bor. Hammasini zamirida mana shu bolalarda vaqtida davolanmagan sariqlik. Ming